Menigina kottej qidirib yurganligi zo'rda yaxshi kottej topib qo'ydim. Qattiq qiziqadiganligi Bektemir rayonida. Bektemir rayonini yaxshi biladiganlar, xo'p, Coca-Cola tarafda deb aytsam xato bo'ladi. Bektemir postidan, qaysi postdan desanglar, Coca-Cola tarafga o'tadigan post bor. O'sha yerdan o'tganda mol bozori bor. O'sha mol bozorining orqa tarafida mahallada cho'tki qilib mana bu kottej qurib qo'yishibdi. Bir olti sotuvga qurilgan kottejimizda 4 ta xonasi bor, i plus kuxnyasi bor, podvoli bor, 82 kvadratga qurilgan mana shu kottejimizni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana kiraverishimizni mana bemalol mashinani qo'ysanglar bo'ladi, tepasiga naves qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda sanuzilimizni mana tashqarida qilib qo'ygan. Xo'p, kichkinagina mini zелёный zona qilgan daraxtimiz bor. Xo'p, shuni kiraverishimizda mana bu yerda uzun koridor ketgan. Xo'p, qani boshladik bo'lmasam, bu yerda mana ayollarimiz sevib yaxshi ko'radigan joyi mana kuxnya, erkaklarimiz ham yaxshi ko'radi, ne только ayollar. Hop, dizaynga baho beringlar o'zingizlar. Hop, materialga keladigan bo'lsa, pishgan g'ishtdan qilingan. Теплый pol koridorimizni, kuxnyamizni теплый pol qilingan. Bu yerda zalimizni ham cho'tki qilib, yaxshigina lyustralar qilib qo'ygan. Освещение zo'r. Eshiklarni yaxshisini qo'ygan ekan lokamizni. Hop, bu yerda mana yana bitta spannimizni. Spannini ko'rib turibsizlar, spanni ham yaxshi. Blo'kga bo'lib qolmasligi uchun oyna qoldirib ketibdilar. Hop, bu yerda mana sanuzilimizni ham yaxshi qo'ygan mana. Kachsasi yaxshi, zo'r qilingan uy. Narxiga arziydi. Materiallari ham yaxshi, mana o'zim ko'rib chiqdim. Pishgan ishlardan qilingan. Xo'p, bu yana bitta spannimizni bu yerdan eshik ochib qo'yishgan. Nimaga deb o'ylasanglar, bemalol ochib qo'yib, xonani shamollatib qo'ysanglar ham bo'ladi mana. Chiroyli qilib. Zaxoniydigan qilib zo'r qilib qo'yibdilar akamizni. Xo'p, bu yerda yana bitta spannimizni, uje bu xolisanglar, родительский xolisanglar, yosh kelin bilan kuyovga bersanglar, bu yerda mana dushovoy bor ekan. Dushovoy ham mana chiroyli qilib kachsini qilib qo'yibdilar. Uyimizda вообще kachестволari yaxshi. Mana ishlatilgan mahsulotlar ham yaxshi. Kirishingizda sразу bilinadi, qanaqa kachествоda qilingan uy. Xo'p, mana o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqib qolmasin. Kommentariyada o'z fikringizni bildirib qolinglar. Menga ishni u yoqda narxiga arziydi, narxiga keladigan bo'lsa, opsiyaniyada pastda qoldirib qo'yaman. Kim shunaqa joy qidirib yurgan bo'lsa, bizga tezda aloqaga chiqinglar. Kottejimizning soni bitta yoki ikkitami kottejimizda qolibdi. Qolganlar sotilib bo'libdi. Shoshilinch, agar kimga shunaqa joy kerak bo'lsa, tezda telefon qilinglar.